Mana uni qarang. Xolodilnik xohlasangiz istadigan qilib ham ishlatsangiz bo'lar ekan. Qanaqa mashina ichida o'tiribman? Bitta top ko'ring-chi. BYD Seal 6 ichida o'tiribman. Yangisini top qo'ydim. Akalar, sizlar uchun juda ham go'zal variantda stoplarni qarang. Havas qiladigan darajada qop-qora ideal 2025-yil 4900 km yurgan. Adashmadingiz, 4900 km yurgan Seal 6 top qo'ydim. Hamma navorati bor. 2000 km zapas xodligi. 1800 benzinda 120 km tokda bemalol yurib beradigani. Hozir yangisini salondan olaman deydigan bo'lsangiz, 30 mingdan tepasiga olasiz. Bu ham yangi, 4900 km, hatto 5000 km ham yurmagan. Mashinani beskulchoy dastlari, panorama tomlari, slepoy zonalari, xullas hamma narsasi bor. Qolmishiga 12 oy tonirovka ruxsatnomalari ham bor ekan. Nima uchun sotyapti deysizmi? Prosta egalari balandroq mashina olmoqchi ekanlar, shuning uchun sotaveryapti ekanlar. Xullas mashina juda ham ideal, to'rtta yumshoq balonda turibdi. Mashinani saloniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, hali salonni hidi ham ketmagan. Xullas mashinani multimedia tizimi, head-up display, uskunalar, paneli, abdufi, abagrefi, xullas hamma narsasi borini salondan $4000 arzoniga, ya'ni 27900 ga bosib olsangiz bo'ladi.